ko'pincha kimya to'g'risida savol ko'p keladi. Допустим, qaysi kimya nima deydi? Suv ishiydi, qaysidir kimya suv haydaydi, yakibi. Hech qaysi kimya suv ushamaydi, zalitiy qilib tashlaydi mani deydi-yu, zalitiy qilmaydi. Zalitiy qiladigan narsa углеводный disbalans, dieta нарушения и ingibitor aromatazini noto'g'ri olish agar qilsa. Buni tushungan odam tushunadi. Agar uglevodni по полочкам o'zini soatida taxlasa, dietani zo'r balansировать qilsa, cheating time, undan keyin prolaktin bilan estradiolni referens bo'yicha tushirib tursa, даже deka bilan ham sushka qilsa bo'ladi, обязательно. Masteron, kороткий efir, длинный efir. Nima uchun kороткий, длинный? Kороткий tezroq ishlaydi, tezroq chiqadi. Shuning uchun ko'proq oxirgi periodda восстановление paytiga yaqin qilinadi. Длинный efir uni hech kim bilmaydi, naskолько fonit qiladi. O'shaning uchun kerak emas, hech qachon kreatin suv ishlaydi, deka zalitiy qilib tashlaydi. Deka nima uchun qiynaydi ko'pchilik? Prolaktinni kontrol qilish ozgina muammo bo'ladi. Bu degani har hafta prolaktinga analiz o'tkazib turamiz. В принципе, ushlagnat qilmaymiz vaziyatda faqat to'g'ri yondoshamiz. Tushungan tushunadi. Trenirovочный protsessda hech qanaqa mo'jiza yaratadigan trenirovka yo'q. Hamma o'zini sistemasi bo'yicha ketadi. Faqat geometrik uglini to'g'ri olib, pikovый сокращенияni to'g'ri olsa, и qaysi momentda qancha belok. Haqiqatan o'zgaraman desa, kilogrammiga 3 gram belok olmasa foydasi yo'q. Absolyutno foydasi yo'q. Kilogrammiga 1 gram uglevod qo'rqinchli emas, lekin 1,5 gram kimdir 1 gram belokda o'tiradi, u ishlamaydi o'sha katabolizmga qarab kirib ketadi. Bu narsani terminida gapirib o'tib ketaman, tushungan tushunadi. O'zidan o'zi mo'jiza yaratmaydi. Protein просто добавка qo'shimcha. Допустим, ko'chadasan, bu xizmatdasan, yeyishga vaqting yo'q, 50 gram belok yopasan. В принципе, shu. Salomat bo'lasiz.